Assalomu alaykum barchaga. Hozirgi bo'ladigan mavzu bu og'riq qoldiruvchi dorilar to'g'risida bo'ladi. Yallig'lanishga qarshi og'riq qoldiruvchi dorilar to'g'risida bo'ladi. O'zi xohlaymizmi, yo'qmi, bosh og'riydimi, tish og'riydimi yoki bo'g'imlarda og'riq bo'ladimi, umurtqamizda og'riq bo'ladimi? Eng ko'p qabul qilinadigan dorilardan bittasi bu og'riq qoldiruvchi dorilar hisoblanadi. Endi u yerda turli xil ko'rinishdagi og'riq qoldiruvchi dorilar bor. Masalan, diklofenak saqlovchi, paracetamol saqlovchi, fanigan, kupin, sinipar, timpalgin deymiz, ketanal, ketarol, artaksan, milaxikam, milbik forte turi juda ko'p. Hammasi har xil ta'sirga ega. Hammasi o'ziga yarasha og'riqlarni ketkizib beradi, holatingizni yaxshilashga yordam beradi. Ular qasddan keyin yana qo'shimchasiga og'riq qoldiruvchi dorilar iste'mol qilasiz, biringiz og'rib qolsa. Shuning uchun dunyo bo'yicha eng ko'p sotiladigan dori preparatlaridan bittasi bu og'riq qoldiruvchi dorilar hisoblanadi. Endi shu og'riq qoldiruvchilar haqida bir 5-6 ta faktlar bor. Shular bilan tanishtirib o'taman. Birinchi narsa, ko'pchilik o'ylaydi, og'riq qoldiruvchilarda ukol formasi yaxshiroq ta'sir qiladi, yaxshiroq so'riladi degan fikrda bo'ladi. Bu noto'g'ri fikr. Sababi og'riq qoldiruvchilar tabletkasini ichganda ham deyarli hammasi bir 90-95, mana bu artaksan, milaxikam, tinikamlar 100% so'riladi. Ya'ni boyagi ichgan dozangizda hammasi deyarli so'riladi organizmga. Tushishi ikkalasi ham bir xil. Shuning uchun ko'pincha kuzatadigan narsamiz bu yerda nima xatolik ketadi? Masalan, bel og'riydimi, bo'yin og'riydimi, bosh og'riydimi? Diklofenakni olatdagini hech kim bo'lsa o'z orqasidan yonboshdan qiladi. Chuqur qilolmasligi natijasida diklofenak natriy tuz saqlovchi birikma mushakka chuqur kirib borib qilinishi kerak. Shuning orqasidan endi boyagi dumbada bez bo'lib ketadi. Boya bez bo'lib qotayotganini juda ko'p ko'ramiz. Endi bizlar boyagi og'riq bilan, umurtqada og'riq bilan ishlaganimiz uchun bemorlar keladiki, voy orqalar mana shunaqa bez bo'layotganini ko'ramizda. Keyin aytamiz, nima bu bo'ldi desa, og'riqqa chidayolmadim, uyda hech kim yo'q edi, shuning uchun o'zimga o'zim ukol qildim deydi. Yoki bo'lmasa ukol qildi dedi, shu yuzaroq qilib qo'ydi, shu so'rilmayapti degan narsani ko'p aytadi. Shuning uchun og'riq qoldiruvchilar ukoli ham, tabletkasi ham deyarli so'rilishi ikkalasida ham juda yuqori. Ukol qilinganda, masalan, chuqur mushakka qilinsa 100% so'riladi. Mana bu nimaga mushakka chuqur kirib bormasa, u shu 90-95% so'riladi, qolgani shu yerda qolib ketadi. Shuning natijasida tuzlar paydo bo'ladi. Shuning uchun masalan og'riq qoldiruvchiga agar ehtiyoj sezsangiz, shu tabletkasini ichsangiz ham shu boyagi bilan bir xil ta'sir qiladi. Ya'ni boyagi so'rilishi ham, qon bilan birikishi ham, yarim chiqarilish davri deydi, ta'sir davomiyligi ham deyarli bir xil bo'ladi ikkalasini. Masalan, ketanallar tez so'riladi. Tabletkasini ichsangiz ham tez so'riladi. Ukolni olsangiz ham juda tez so'riladi. Qondagi konsentratsiyasi 20-25 minutda o'zi maksimal konsentratsiyaga yetib boradi. Davomiyligi masalan qisqa, 1,5-2 soat davom etadi. Uzog'i 6 soatgacha davom etadi ta'siri. Diklofenaklarda ham shunaqa. Ular so'rilishi ham yarim soatda maksimal konsentratsiyasini yig'ib oladi. Davomiyligi 4 soat, 5 soat yarim chiqarilish davri. Shuncha davom etadi. Milaxikamlar ukolni qilganda ham sekin so'riladi, tabletkasini ichganda ham sekin ta'sir qilib boradi. 4 soat, 6 soatda bu to'liq qondagi konsentratsiyasi maksimumga chiqadi, ichganda ham, ukol qilinganda ham. Yarim chiqarish davri juda uzoq. 24 soat, 48 soatgacha davom etadi. Ya'ni bu ta'sir davomiyligi juda uzoq. Shunaqa xususiyatlarga ega. Shuning uchun ukoli bilan tabletkasi bir xil ta'sir qiladi og'riq qoldiruvchi dorilarda. Ikkinchi narsa bo'layotgan bo'lsa, og'riq qoldiruvchilar o'zi ma'lum bir guruhlarga bo'linadi. Nima uchun bo'linishi kerak? Hozir shuni ham tushuntirib beraman. Ya'ni ma'lum bir og'riq qoldiruvchilar asosiy ta'siri bu yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi, shamollashni ketkazib beradi. Ikkinchi guruhi bo'lsa asosiy ta'siri og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega. Ya'ni yallig'lanishga qarshi ta'siri pastroq bo'ladi. Masalan, biror joyingiz yiqildingizda travma oldingiz, ushib oldingiz yoki avtoavariyalar bo'ldi. Shunday holatlarda kuchli og'riq bo'lyapti. Og'riqdan bolevой shok holati ham kuzatilishi mumkin. Shu vaqtda endi aynan bizlarga kuchli og'riq qoldiruvchilar kerak bo'ladi. Ya'ni yallig'lanish emas, aynan og'riq qoldiruvchi xususiyati kuchliroq bo'lgan preparatlar kerak bo'ladi.
Bunday vaqtda og'riq qoldiruvchi ta'siri kuchli bo'lgan preparatlar, masalan, ketanal, yana shu ketoprofin, dexketoprofin bor, ketarol bor, ketarolaklar saqlaydi, itadolak deydi. Shu preparatlar kerak bo'ladi. Yoki mana bu baralgin, analgin, bular ham asosiy ta'siri bu og'riq qoldirish xususiyatiga ega. Yallig'lanishga qarshi ta'siri masalan bularda yo'q. Ya'ni mana bu sistemli, tizimli ta'siri yo'q, og'riqni tez qoldirib beradi. Shuning uchun bu yerda og'riq qoldiruvchilar kerak bo'ladi. Endi sizda masalan shamollash kuzatildi. Umurtqangiz shamollatib oldingiz, mushaklarni shamollatib oldingiz, bo'g'im atroflaringizda shamollash kuzatilyapti. Shunga o'xshagan o'zingiz bilasiz, skvoznyakda qoldingiz, shundan keyin 2-3 kundan keyin borgan sayin og'riq kuchayib boryapti. Unday holatda endi bizlarga mana bu yallig'lanishga qarshi ta'siri ko'proq bo'lgan og'riq qoldiruvchilar kerak bo'ladi. Asosiy ta'siri yallig'lanishga qarshi, qo'shimchasiga og'riq qoldirish xususiyatiga ega bo'lgan tabletkalar kerak bo'ladi. Bunday tabletkalar endi selektiv og'riq qoldiruvchilar deyiladi. Bu yerda selektiv, noselektivga bo'linadi. Mana qarasangiz, selektivlari shunaqa xususiyatga ega. Ya'ni asosiy ta'siri bu yallig'lanishni ketkazadi, qo'shimchasiga og'riq qoldiruvchi ta'siriga ega bo'ladi. Bu yerda grafikda ko'rsatib o'tyapti. Mana bu selektivность bo'yicha eng pasti bu ketarolak hisoblanadi. Ya'ni SOK 1, SOK 2 ni ham bloklaydi. SOK 1, SOK 2 degani o'zi normada ham tabiiy jarayonda bu SOK degan ferment ishlab chiqariladi. Sikloksiginaza fermenti. Uni bajaradigan funksiya vazifalari bor o'zini. SOKni vazifasi bor. SOK 1 vazodilatatsiya deydi, qon tomirni kengaytirishda yordam beradi. Trombositlar agregatsiyasida yordam beradi. Buyrakda qon aylanishini yaxshilashda yordam beradi. Ulecheniya почечной кровотока deyapti, qon aylanish yaxshiga yordam beradi, qatnashadi shunda. Oshqozon ichak sistemasini himoya funksiyasini bajaradi. Bundan tashqari oshqozon ichak sistemasida ichaklarda tonusini, oshqozon ichak sistemasini tonusini normallashtirib beradi. Ya'ni tonusi pasayib, atoniya holatiga kelmaydi. Shundan tashqari ayollarda matkani, bachadonda sakrashinasida qisqarishida yordam beradi. Ya'ni sikllarda hammasida SOK 1 qatnashadi. Endi bu yerda selektiv, noselektiv degan narsani kerak bo'ladigan joyi, masalan, yallig'lanishga qarshi siz preparat ichmoqchisiz. Shamollashga qarshi, yallig'lanishga qarshi ichmoqchisiz. Siz bu yerda endi agar shu ketarol, ketarolak yoki mana bu dexketoprofin yoki mana bu ketoprofinlar bor, ketanal degan. Bularni qabul qiladigan bo'lsangiz, bu qarab o'tirmaydi. Unisini ham chopadi, bunisini ham chopadi. Ya'ni boyagi kasallik natijasida paydo bo'ladigan SOKni ham bloklaydi, yopadi. Bu yoqda organizm uchun kerak bo'ladigan mana pochkani ishini yaxshilaydigan, oshqozon ichak ishini yaxshilaydigan, qon tomiriga ta'sir ko'rsatadigan, normada ajralib turadigan sikloksiginazni ham bloklaydi. Shuning uchun bular noselektiv hisoblanadi. Endi bular qabul qiladigan bo'lsangiz, boya ikkalasini ham chopgani uchun buning nojo'ya ta'sirlari tez namoyon bo'ladi. Ya'ni tez yuzaga chiqishi kuzatiladi. Bu vaqtda endi imkon darajasida selektiv MPVS'larni ishlatish kerak. Ya'ni mana bu SOK 1 ga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi, SOK 2 ni bloklaydigan preparatlar kerak bo'ladi. Bular ichida eng o'rtada turadigani bu meloxicam hisoblanadi. Meloxikamlar bu mana bu Milbig Forte, Rimaxicam, Camilot deyiladi yoki bo'lmasa Mavalis bor. Shunga o'xshagan sostavida meloxicam saqlovchi preparatlar bor. Bular eng o'rtoqlikda turadi. Ikki tomonga ham masalan nima qilmaydi. SOK 1 ga ta'siri juda past, SOK 2 ga asosiy ta'siri bo'ladi. Shuning uchun meloxicam turadi birinchi o'rinda. Undan keyin bu SOK ga ta'siri bo'yicha ikkinchi o'rinda bular silikaksiblar turadi. Bu yerda nima bor? Bizlar ko'p ishlatamiz. Starcox degan dori bor, Itaxib degan dorilar bor. Bular ham selektiv MPVS'lar hisoblanadi. Endi selektiv MPVS'larda bitta nima tomoni bor? No tomoni bor. Boya aytgandek, bu sekin so'riladi, sekin ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun masalan 1 kun, 2 kunda og'riq yaxshi birdaniga qolib, yengil holatga o'tib qolmaysiz. Ya'ni bular ta'siri sekin, jigarga nagruzka berishlari kam, pochkaga nagruzka berishi kam. Shuning uchun boyagini masalan ichgandan keyin bizlar ko'pincha aytamiz, mana shuni o'zini iching, yetadi sizga. Rimaxicam deb beradigan bo'lsak, bir 2 kundan keyin telefon qiladi yoki 3 kundan keyin telefon qiladi.
doktor men dori dedi ichyapman dedi, og'riq dedi unaqa qolmayapti dedi. Sal kamaydi-yu, lekin dedi og'riq juda yaxshi unday qolmayapti dedi-da. Shu vaqtda so'raydi, buni olsam bo'ladimi, buni olsam bo'ladimi? Baraka topkir, sabr qilinglarga bir 5 kun 6 kun iching, o'zi ta'siri bo'lib qoladi sizga deymizda keyin. Shuning uchun bu yerda masalan qancha kuchli og'riq qoldiruvchi qiladigan bo'lsangiz, ularda boya nol selektiv ta'siri ko'p. Organizmga beradigan nojo'ya ta'siri tez kuzatiladi. Masalan, oshqozonchilik sistemasi tomonidan ham, pochka tomonidan ham. Shuning uchun men diklofenaklarni ko'p olaversa, boyagilar yuzim shishib ketdi, nima deydi, suv yig'ilib qolib qovog'im shishib ketdi degan narsalarni ko'p aytadi. Do'linam chiqarib yuboryapti, oshqozonimda og'riq paydo qildi yoki shunga o'xshagan narsalarni ko'p aytadi. Shuning uchun bu yerda endi dorilarni ta'siri bo'yicha hozir sizga tushuntirib berdim. Ya'ni og'riq qoldiruvchi ta'siri, yallig'lanishga qarshi ta'siri. Ikki xil ta'sir. Endi bunisi asosan og'riq qoldiruvchi, masalan, baralgin, boya ketoprofen, dexketoprofen, ketanal bular hammasi asosiy ta'siri og'riq qoldirishga qaratilgan. Bu milakskamlardagi asosiy ta'siri yallig'lanishni kamaytirishga qaratilgan. Milaksam bor, yerda tinaksam bor, larnaksam bor. Shunaqa dorilar bor. Shuning uchun tanlaganda organizm uchun agar siz uzoqroq vaqt qabul qilishga to'g'ri kelsa, xavfsizini tanlash kerak bo'ladi. Tushuntirilgan bo'lsam, boyagi bittasi masalan tez ta'sir qilgani uchun xavfliroq, ikkinchisi sekin ta'sir qilgani uchun xavfsizroq. Xuddiki masalan bir joydan Toshkentdan Samarqandga boraman desangiz, mashinani 140-150 ta bosib borsangiz ham bo'ladi. Samarqandga 2 soatda yetib borasiz. Ikkinchisi sekingina haydab borasiz. 60, 70, 80 qilib haydab borasiz. Qaysi xavfli, qaysi xavfsiz o'zingiz yaxshi ajratib olasiz shu vaqtda. To'g'rimi? Shunday gapda berdim.